Assalomu alaykum. No'qat Qarjimotov kanali qatnashchilari. Bugungi kunga 23 noyabr 2022-yildagi 3-kunda no'qatning kurslari bilan sizlarga tanishtiramiz. Qancha bo'lib qoldi ekan no'qatning kurslari. Sizning olsangiz like va kommentar yozib qo'yinglar. Kecha qanday bo'ldi, bugun ertaga qanday bo'ldi, shu yerdan ma'lumot olib beramiz. Biz birinchidan mana Optima Bank'a geldik. Optima Bank'tan hozir ko'rsangiz Optima Bank'da 84 so'm 50 tiyin dolar, 88 so'm euro, 1 so'm 37,5 tiyin rubl ekan, hurmatli onalar. Rublning ishine 5 tiyin qimmat ekan, buguncha Optima Bank'da. Hozir boshqa banklarda qanday bo'ldi ekan, shu yerdan ma'lumot olib beramiz. Bu yerda rubl shunday ekan. Dolar 83 so'm 73 tiyin, euro 86 so'm 80 tiyin. Rubl olsa 1 so'm 37,5 tiyin ekan, hurmatli onalar. Biz hazır bank kampanya banka geldik. Şu yerde rubl şonda ekan. No'qatın alması. No'qat çağırma alması. Simbolu bo'lgan alma. Hurmatli onalar, Finka banka geldik. Bu yerda de rublning o'zgarishi yo'q. Dolar olsa 84 so'm 50 tiyin, euro 87 so'm, rubl olsa 1 so'm 37,5 tiyin ekan, hurmatli onalar. Hurmatli onalar, biz hozir Ekoslom banka geldik. Ekoslom bankda 83 so'm 50 tiyin dolar, 87 so'm euro, 1 so'm 75 tiyin rubl ekan, hurmatli onalar. Bu shuni bugungi No'qat Qarjimotov kanali sizlar bilan qo'shishadi, vaqtincha qo'shishadi. Bizdan olsangiz like bosib kommentar yozib qo'yinglar, hurmatli No'qat Qarjimotov kanali qatnashchilari. Biz sizlarning doimo xizmatingizda bo'lamiz. Like bosib kommentar yozib, negativ yozib qo'yinglar, hurmatli onalar. Biz doimo omon bo'linglar, tinch bo'linglar, ko'rishgacha sog' salomat bo'linglar. Assalomu alaykum. Rahmatullohi va barakatuh demoqchimiz. Ko'rishgacha tinch bo'linglar.